Assalomu alaykum. Iqtibos podkast 33-soni. Ozgina ushlanib qoldik. Ozgina sabablari bor edi. Endi xudo xolisa davom etamiz. Bugun 5 ta iqtibos tanlab olganmiz. Bu iqtiboslarimiz haqida o'ylashga juda ko'p vaqt bo'ldi menda. Va shuning uchun ham eng foydalilardan bo'ladi deb o'ylaymiz. Birinchi iqtibosimiz Nasim Talebdan uzunroq iqtibos. Eslab qolamiz. Til asosan mana shu narsalar uchun kerak. Maqtanish, g'iybat, odamlarni adashtirish, ularni o'ziga ishontirish, ularni o'ziga rom qilish, qo'rqitish, ulardan foydalanish va ba'zan kamdan kam holatlarda oqibat sifatida ma'lumot o'tkazish. Birda bir bo'lib qoladi, doim emas. Ya'ni biz bir inson bir gapni gapirar ekan, bizga ma'lumot etyapti deb o'ylaymiz. Bir narsani gapirib beryapti deb o'ylaymiz. Asosan shuning uchun gapiryapti deb o'ylaymiz. Sodda odamlar to'g'rimdagi inson bir ma'lumotni aytib qolib qo'yapti xolos deb o'ylagani uchun qoqiladi. Shunaqa ekan deb qo'yadi. Lekin talab etganday, tilni asosiy vazifasi, odamlar ishlatadigan vazifasi bu ma'lumot almashtirish emas. Chunki bir-birimiz bilan gaplashadigan gaplarimizga qaraylik. Nima uchun, nima sababdan gapirilyapmiz? 8 soat yashab, ertalab kunduz kun ishlasak, hammasida ma'lumot, bilim almashyapmizmi? Unaqa emas. Men o'zimda tajriba qilib ko'rdim. 3 kun jim yurib ko'rdim va atrofimda qanchalik bekorchi gaplar ko'pligiga guvoh bo'ldim. Odamlar birinchisi maqtanish uchun gapiradi. Kecha bittasi bilan gaplashib o'tirganimizda, Costa Cafe'da o'tirganimizda ko'rib qoldik dedi. Kofexonani oti menga nimaga kerak? Keyin palonchi bilan gaplashib o'tiruvdik. Mana o'zi ham telefon qilyapti. Nima ma'lumot u menga? U ma'lumot beryapman deb o'ylayapti-da, u menga kerakli ma'lumot deb o'ylayapti. Va lekin asl maqsadi yo'q emas, maqtanish. Xuddi kimlardir bilan yoki qayergadir borib rasmga tushganlarga o'xshaydi bu. Men ma'lumot berib qo'yaman, mana shu Fransiyaga kelib Parijda kelganim haqida ma'lumot bilib tursan odamlar yo'q. Hamma bora olmaydi, hamma viza ola olmaydi, puli hammani ketmaydi. Shu maqtanib qo'ymoqchisiz. Endi aksar odamlar haqida gaplashyapmiz. Ikkinchi maqsad tilda gaplashishda g'iybat. G'iybat nimaga qilinadi odamlar degan sabablari ko'p. O'zini yaxshiroq his qilish uchun, boshqalarni pastga urish uchun, men unaqa emasman deyish uchun. Lekin nemis tilida termin bor, Schadenfreude deydi. Schadenfreude nima degani desa, bu boshqalar yomon his qilgan, o'zini yomon his qilgan paytda yoki muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytda xursand bo'lish. Boshqa tillarda bo'lmasa kerak, nemis tilida bor. Schadenfreude, ingliz tiliga ham kirib kelgan. Kimdir muammoga uchraydi, siz ichingizda xursand bo'lasiz. Men uchramadim. Men yaxshiroqman ekanman, yaxshiroq odam ekanman deysiz deb o'ylaymiz. Mana shu narsalar uchun ham g'iybat qilamiz. Ma'lumot uchun aytib qo'yaman-da, anu bilan yurar ekan. Bu mana kechasi mamtiga kelib turadi. U qarzga olgan u narsani deb aytamiz. Ma'lumotda endi informatsiya uchun bilib qo'ying dedimda zarar qilmaydi. Yo'q, zarar qiladi aynan. Chunki bu g'iybat.